Inson tanasining oyoqlari tagidan, oyoqlari yon atroflaridan, ustidan, boshidan, quloqlaridan va yana qo'l kaftlarida juda ham ko'p nuqtalar mavjud. Hozir aynan kaft haqida aytmoqchiman. Ba'zilar nima u deb savol berishganiga ko'ra bu rolikni tayyorladim. Inson kaftlarida 9 ta sayyora: Quyosh, Oy, Saturn, Mars, Yupiter, Venera, Merkuriy, Rahu hamda Ketu. Shuningdek, 5 ta unsur: suv, olov, havo, yer, efir, yulduzlar va burchlar, energiya kirish va chiqish yo'lagi hamda joylashuvi, har bir nuqtasi bo'lagi burchagi. Shuningdek, tana barcha a'zolarining boshlanish va oxiri nuqtalari joylashgan. Inson tanasini ruh tark etganida ham ilk mana shu qo'l, oyoq, burun uchi, quloqlar, bosh usti muzlay boshlaydi. Sabab energiya oqimi to'xtab, borlari ruh ila birga chiqib ketadi. Inson kaftlarida sog'liq, boylik, daromad, kayfiyat, hislat, qobiliyat, turmush, o'qish, ish, oila, farzand, ota-ona, yaqinlari, turli xil u bilan sodir bo'ladigan voqealar va hokazo umumiy inson hayotini o'zida joylaydi. Yana aytib o'tmoqchimanki, xiromantiya, astrologiya va umumiy insonga bog'liq bilim yo'nalishida chap kaft bitilgan taqdir chiziqlari va shunga ko'ra energiya kiruvchi kanallar chiziqlari ekanligi to'g'risida yoziladi. O'ng qo'ldagi kaft esa insonga berilgan taqdirini, insonni o'ziga ixtiyoriy qoldirilib, o'ziga berilgan tanlov huquqiga ko'ra ushbu bitilgan taqdirini o'zgartirib, o'nglab borishi yoki aksi barbod qilib borishiga ko'ra, ya'ni umumiy tanlovlari ortidan yashayotgan har bir qadamiga ko'ra chiziqlari o'zgarib boradi. Shuning uchun chap qo'ldagi kaft chiziqlarida o'zgarish ko'rmaysiz. Ammo o'ng kaftdagi chiziqlar davomiy ravishda o'zgarib boradi. Shuningdek, chap tomon chap qo'l bu in ayollik energiyasi, o'ng tomon o'ng qo'l esa bu yan erkaklik energiyasi. Chapaqaylarda esa albatta bu aksi bo'ladi. Qo'lning kaft ichkari tomoni bu in ayollik energiyasi, ustki tomoni esa bu yan erkaklik energiyasi. Bekorga qo'l ichkariga bukiladi deb aytilmaydi. Va nafaqat aytilmaydi, rostdan ham u faqat ichkariga bukiladi. Shuningdek, energiya bo'yicha oluvchi kaft chap kaft, sarflovchi kaft esa o'ng kaft hisoblanadi. Ehsonda esa chap kaft beruvchi, o'ng kaft esa oluvchidir. Qarz oldi berdisida esa chap qo'l bilan olinadi, o'ng qo'l bilan qaytariladi. Mana shunday oltin qo'llarga egadir inson.